Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi Xitoyning Uyg'urlar va Tibetlarni assimilyatsiya qilishni maqsad qilgan atalmış Millatlar Ittifoqligi qonunini ayblab, xalqaro jamiyatni, jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har qaysi davlat hukumatlarini sukut turmaslikka chaqirdi. Xitoy Kommunistik partiyasining bu yillik yig'inida ma'qullangan Xitoy doiralari tarafidan milliy ittifoqlikni ilgari surish ramkasi sifatida tanishtirilgan bu qonun Sharq Turkiston, Tibet va ishki Mongol qatorliq rayonlarda yillardan beri davomlashayotgan bostirish va majburiy assimilyatsiya siyosatlarini qonunlashtirishni maqsad qilgan bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultiyi jiddiy andish qilganligini bildirib, xalqaro jamiyatni, jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har qaysi davlat hukumatlarini sukut turmaslikka chaqirdi. Tajovuzchi Xitoy bu qonun orqali uzun yillardan buyon davomlashib kelayotgan assimilyatsiya va bostirish siyosatlarini davlat qonuniga kirgizib, Uyg'ur, Tibet va Janubiy Mongoliyaliklarning huquqini qattiq cheklab kelgan qirg'inchilik siyosatiga rasmiy qonuniy asos yaratib beradigan bo'lib, Xitoy bu qonun orqali Millatlar Ittifoqligini davlat bexatarligi va bo'lginchilikka qarshi turish siyosati bilan bog'lab, doiralarga ittifoqlikni buzish jinoyati bilan ayblangan shaxslarni jazolash uchun keng doirali huquq berdi. 2023-yili tunji qatim o'tirib qo'yilgan va Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyiga sunilgan Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotiga turtki bo'lish qonuni Xitoyning 5 yillik qonun chiqarish planining bir qismi bo'lib, Xitoy hukumatining Xitoy millatchiligini millatlar siyosati ramkasiga yetakchilik qildirish qariniyatini ishga oshirishni maqsad qiladi. Bu qonun amaldorlarga Uyg'ur, Tibet va Mongollarga qarata taqam ig'ir cheklamalarni yo'l qo'yishga bo'ladigan qonuniy asos bilan ta'minlab, Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliyadagi qo'rqinch va bostirishni taqam tuzumlashtirdi. Ilgari Xitoyning ishg'oli ostida qolgan Uyg'ur, Tibet va Mongollarga o'xshash millatlar uchun mavjud bo'lgan har qanday cheklik qonuni qo'g'dashlarmi majburiy va tadrijiy istiqiylik holda yangi qonunga bo'ysundirildi. Bu haqda Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin 2016-yili yo'l qo'yilgan jazo lager sistemasining qonuni asos bo'lgan terrorizmga qarshi turish qonuni bilan birlashtirilgan bu yangi qonun Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi bostirishni taqim cho'nqirlashtirdi. Bo'libmi ojiz va ilojsiz ahvol ostida qolgan Uyg'ur tili, madaniyati va diniy erkinligi taqimi ig'ir xatar ostida. O'tgan 10 yilda majburiy assimilyatsiya va xitoylashtirish siyosatlari allaqachon Uyg'urlarning madaniyat va diniy kimligiga ig'ir ziyon soldi. Bu qonun mavjud siyosatlarni darhol o'zgartmasimi, assimilyatsiya va siyosiy kontrolga markazlashgan ideaviy ramkani rasmiylashtirib, Xitoyning qirg'inchilik siyosatini qonunlashtirishga xizmat qiladi va Millatlar Ittifoqligiga ziyonliq deb qaralgan har qanday milliy mavjudlik munosabatlik bo'shliqni keng doirada cheklab, milliy kimlikni ifodalash, madaniyat odatlari, diniy qoidalar yoki hukumat siyosatlarini tanqid qilishni jazolash uchun qonuniy asos yaratadi. Bu qonunda aniqsiz va keng doiralik hukmlar mavjud bo'lib, yerlik hukumat organlariga Millatlar Ittifoqligining doirasini belgilashda va mushtumzorlikqa zo'r erkinlik beradi deganlarni o'tirib qo'ydi. Xitoyning mazkur qonuni yana ijtimoiy bir gavdalashishni kuchaytirish orqali assimilyatsiyani tezlatishni maqsad qilgan siyosatlarni ilgari surishni maqsad qilgan bo'lib, u rayonlararo nopos yetkazishini va atalmış Junxo millati kimligini kuchaytirish nomida millatlarning qasdan aralashishini ilgari surib, millatlararo nikohni, bo'libmi Xitoylar bilan Uyg'urlar, Tibetliklar qatorliq millatlar o'rtasidagi nikohni tashviq qilib, bu orqali har qaysi millatlarning kimligini suslashtirish va millatlarning assimilyatsiyasini tezlatish uchun keng doiralik asos yaratishni maqsad qilganligi aniq bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda til, madaniyat va diniy bilimlarning avlodlararo yetkazilishiga to'sqinlik qilish uchun qariniyatining kuchaygan vaqtida o'tirg'i chiqdi. Xitoy bu orqali Uyg'ur bolalarini oilasidan ayirib, davlat boshqarishidagi yotoqli maktablarga o'rinlashtirish, ularni o'zlarining Uyg'ur kimligidan voz kechib, Xitoy belgilagan atalmış Junxo millati kimligini qabul qilish, Uyg'ur tilini chetga qiqish va cheklash, Xitoy tili va madaniyati bilan assimilyatsiya bo'lishni qabul qilishga majburlaydi. Turg'unjon Aloviddin bu vaqt yana bu qonunning ma'qullanishi Xitoyning asosiy qonun belgilamalari va avtonomiyalik rayon qonunlariga zid bo'lib, bu qonunlar oz sonli millatlarning o'z tillari, madaniyati va diniy an'analarni qo'g'dash va rivojlantirish huquqini cheklash va assimilyatsiya qadamini tezlatishni maqsad qilgan.
Bu sebepten Birleşken Devletler Teşkilatı ve her qaysı devletler insoniyatning ko'z oldida yuz berayotgan bu qirg'inchilikqa sukut turmasligi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining javobgarligini surishtirish va xalqaro qonun ramkasi ichida jazoga tortishga chaqirmaymiz deydi. Bu haqda BBC xabar agentligi maxsus obzor e'lon qilgan bo'lib, mazkur obzorda Xitoy hukumati necha 10 yildan buyon har qaysi millatlarni bo'ysundirish uchun bostirish siyosatlarini yo'l qo'yib, ularni asosli Xitoy madaniyatiga singib ketishga majburlaganligi bilan ayblanib keldi. Beijing Uyg'ur va boshqa Turkiya asosli millatlarning makoni bo'lgan Uyg'ur elida, shundaqla Tibetda kishilik huquq dafsanchiligiga doir eng og'ir ayblashlarga duch kelmoqda. Endi bu haftaning oxirida davlatning yillik yig'inida ma'qullangan yangi qonun bu bostirish jarayonini qonunlashtiradi va kengaytiradi, hatto tezlatadi. Olimlar va kishilik huquq faoliyatchilarining aytishicha, bu Uyg'ur, Tibet va boshqa oz sonli millatlarning huquqi va ularning turmush usuliga taxmin tahdid elib keladi deganni o'ttirib qo'ygan. Avstraliya Latrobe Universitetining professori James Leibold Xitoyning har qaysi millatlarga qaratgan o'zgarayotgan siyosatlarini tadqiq qilib, bu tadbirni Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ullarga avtonomiya to'g'risidagi dastlabki va'dasiga o'lim mixini urdi degan. Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkazilgan xalqaro kishilik huquq film marosimida qahramon lager shahidi ve Qurultayning teptishi Qalbinur Sidiqning lager hayoti ve Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yo'ritib berilgan Mashinaning ko'zi nomli hujjatli filmi qo'yilgan. Chexiyada 11 martdan 19 martgacha davom qiladigan Bir dunyo xalqaro kishilik huquq kino marosimida qahramon lager shahidi ve Qurultayning teptishi Qalbinur Sidiqning lager hayoti ve Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yo'ritib berilgan Mashinaning ko'zi nomli hujjatli film qo'yilayotgan bo'lib, bu filmning qo'yilishiga Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Alovodin, Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Qurultayning sobiq raisi ve Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultay uchur axborot markazining direktori ve Qurultayning bayonotchisi Iftixor Abdurshid ve mazkur filmdagi asosli personaj qahramon lager shahidi Qurultayning teptishi Qalbinur Sidiqlar qatnashgan. Mazkur film 11 martdan boshlab Chexiyaning har qaysi kinoxonalarida qo'yilishga boshlagan bo'lib, 12 martda Chexiyaning eng cho'ng kinoxonasida qo'yilgan ve 500 kishilik cho'ng kinoxona ko'rermanlar bilan liq to'lgan. Her günü bu narsa men azaplaydım. Şu yüreğimde qattiq bir narsa bana mishib turgan. Bunu çokum deyishim kerak. Çünkü ko'zimni bir yilga yaqin ko'rgan bo'lg'achqa bu ishlarni mening vicdonim, g'ururim buni demay. Filmning qo'yilishidan keyin film rejissyori Daya Kahin xonim filmdagi bosh personaj Qalbinur Sidiqlarning qatnashishida Chexiyadagi akademik Uyg'ur tadqiqotchisi Andrey Kremes, ya'ni O'tkir apandining riyosatchiligida maxsus suhbat o'tkazilgan. Mazkur suhbat programmasi boshlanishdan burun Qalbinur Sidiq xonim bu filmning ishlanish jarayonida va muhojirat hayotida o'ziga uzluksiz madad berib qo'llab kelgan Dunyo Uyg'ur Qurultayi ve Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysaga minnatdorligini bildirib, Dolqin Aysa ve Qurultay rahbarlarini sahnaga taklif qilgan. Bugün biz Çek Cumhuriyeti'nin paytaxtı Praga'da Gollandiyalik Daya Kahin Hanım'ın rejissörlüğünde işlengen Qalbinur Hanım hakkındaki hüccetlik filmini gördük. Bu film Qalbinur Hanım'ın hayatını tasvirlegen bolsumu ameliyatda Uygurlarning hozirgi yaşayotgan qiyin hayotini irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millatning haqiqiy hayotini aks ettirgan nihoyatda ta'sirli bir film bo'ldi. Bu filmni ko'rib biz nihoyatda qattiq ta'sirlandik va shundaqla bu filmga ko'rishga qatnashgan yerlik xalqlar, Praga xalqi va Chek xalqi nihoyatda qattiq ta'sirlandi va nurg'unlagan savollar so'raldi. Uyg'urlar haqida ko'plagan ma'lumotlar berildi. Bu haqda nihoyatda yaxshi bir ta'sirlik bir kun bo'ldi. Bu kun albatta hayotimizda doim xotirlanadigan shundoq bir yaxshi bir kunlar bundan keyin davomlashadi. Uyg'urlar Yevropa davlatlarida kundan kunga yaxshi tunilib, Uyg'urlarning ustida bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilik siyosati, Xitoyning bu vahshiy siyosati texmi tunilyapti. Xitoy texmi Yevropada bo'lib demokratik ellarda og'ir darajada rasvolikqa uchrayapti.
Uyghur halkı elbette bu Xitay hakimiyetinin bu irqiy qirg'inchilik bilan tugab ketmaydi. Biz millet mengü yaşaymiz ve bir gün biz şu xuddi Çek Cumhuriyeti halkı özünün komünist zalim hakimiyetini, yani Sovet İttifakı besimi astidagi hakimiyetini ag'dirib demokratik bir sistemaga erishishga kurash qilgandek bizmi Xitoy hakimiyetining bu zalim siyosatiga va irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi kurashlarimizni davom qilamiz va bir kuni shu xalqlardek bizmi haq huquqimizga erishimiz, mustaqillikka erishimiz ve xotirjam xalqlardek, Yevropa xalqlaridek xotirjam yashaymiz. Rahmat. Bu film Xitoyning bexatarlik kameralarının Uyg'urlarning har bir harakatini nazorat qildiganligini, kishilarning yaqinlarining davomli izdereksiz yo'qolib ketadiganligini, Xitoy hokimiyati kishilar orasida ishonmaslik va bir-biridan gumonsirashdek nachar atmosfera tarqatadiganligini, Uyg'ur oilalarga Xitoyning partiya xodimlarini nazorat qilishga tayinlaydiganligini, Makkar Xitoyning zulm sistemasi Qalbinur Sidiqning oilasiga o'xshash millionlagan boshqa Uyg'urlarni nishon qildiganligini, Xitoy hokimiyatining bularning hammasini asabiylikka qarshi turish bahonasi ostida ilib bordiganligini yoritib bergan film Qalbinur Sidiqning kuchli bayonlari Xitoy davlat taratqullarining tashviqoti va lagerlar ichi va ularning atrofidagi rayonlardan ilingan ko'rinishlar bilan birlashtirilib ishlangan. Daya xonim sahnada qilgan so'zida amaliyotda Xitoyning bu siyosatining Sharq Turkistonni ig'ir darajada vayron qilganligini, kameralarning rayonda tahdid va qo'rqinch yaydiganligini va xalqda doim nazorat qilish tuyg'usini his qildirdiganligini o'ttirib qo'ygan. Suhbat jarayonida film rejissyori Daya Kahin xonim Dolqin Aysoni Uyg'urlarga vakolatan so'z qilishga taklif qilgan. Dolqin Ayso so'zida ko'rurmanlarga va tomoshabinlarga bu filmda tasvirlanganlarning kunimizda Sharq Turkiston yuz berayotgan bir reallik ekanligini va o'zining aksi va inisining Xitoy tarafidan o'zidan o'chilish uchun kesib etilganligini, ota-onasining bu filmda tasvirlangan lagerlarda jon uzganligini o'ttirib qo'ygan. Ko'rmanlardan biri Dolqin Aysodan Xitoy hukumati amaliyotda bu lagerlarni asabiylikka va terrorlikka qarshi turish uchun qurilgan deb atadi. Uyg'urlarda haqiqatan terrorlik mavjudmi degan savolni so'rgan bo'lib, Dolqin Ayso buningga javoban Xitoy menimi terrorist deb e'lon qilgan, ammo mening hech qanday bir qurolum yo'q. Mening qurolim mushu qalam va og'zim. Shundaqdimi men yanala 20 yildan beri Xitoyning terrorlik tizimlikidagi 3 chong terroristdan biri. Sizchi men terrorchimi degan savol bilan javob bergan. This and this speaking. I'm use freedom of speech because China 2003 blamed 4 Uyghur organizations in exile, 11 individuals as a terrorist. My name is number 3. So that's why I was house arrested so many countries. I was detained, even faced to deport to China, and also my name is in Interpol Red Notes. So that's why since 21 years. O sözde yana Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqini oddiy bir rasm, bir jaynamaz yoki tasbih va yoki biror torbatga kirib qolganligi yoki chet elga chiqqanligi, hatto diniy ibodatlarni qilganligi, mushu Ramazondami ro'za tutganlik uchun terrorchi deb tutqun qilinganligini ta'kidlab, dunyoda hech qanday bir diktatorlik mangulik mavjud bo'lib tura olmagan. Xitoymi shundoq bo'ladi. Hatto eng yaqin vaqtda Uyg'ur xalqi Xitoyning zolim diktatorligidan qutulib mustaqillikka erishadi. Biz va bu zaldagilar buningga cho'qim shohid bo'lamiz deganda zaldan guldiras olqish sadosi ko'tarilgan. Bu filmning qo'yilishiga Chexiyaliklar, o'quvchilar, kishilik huquq faoliyatchilari ve Gollandiyaning Chexiyada turishliq muavin elchisi qatnashgan bo'lib, u Qalbinur Sidiq bilan ko'rishib, uni tabriklagan. Assalomu alaykum, muajiratdagi barliq aziz qarindoshlar. Hammanglarning xabari bo'lgandek, Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Daya Kahin degan ayolning rejissyorligida mening guvohligimda asos qilgan bu ishlangan Mashinaning ko'z nomli bu film Chexiyaning markazi bo'lgan Prag shahrida Prag festival mukofotiga tanlanib, bu yerda qo'yildi. Bu yerda keng Prag xalqining, yerli xalqining qizg'in olqishiga erishdi. Men buningda intayin xursand bo'ldim. Meni eng xursand qilgani, eng xushal qilgani bizning Dunyo Uyg'ur qurultayidagi bir rahbarlik hay'at Allohida jiroqni demay bu yerga kelib, menga ko'p madad berdi, ko'p ilhom berdi. Buningdan texmi xursand bo'ldim. Demak, biz faqat og'zimizla
birlashayli, ittifoqlashayli, davoni davom qilayli deb quruq sap-sat taqatmasdan mana shundaq amaliy harakatimiz orqali amaliy qo'llash, amaliy madad, amaliy ilhom bo'lsa, bu bizning davoyimizga zo'r turtki bo'ldi deb o'ylayman. Shuningdek, mush fursatdan foydalanib, Dunyo Uyg'ur qullik mush bir hayat vakillarininki kelib qatnashganligidan, men bilan tam bahramlanganligidan cheksiz minnatdorman, cheksiz ko'p rahmat aytaman. Endi bu film xabaringlarda bo'lganda yana Gollandiyaning Amsterdam shahrida 2025-yili noyabrda Amsterdam festival mukofotiga tanlanib, u yerda 10 kun qo'yildi. Undan keyin 2026-yili 5-martdan 7-martgacha Gretsiya festival mukofotiga tanlanib, u yerda qo'yildi. Bu 3-davlat Chexiyaning Pragada qo'yilishi. Endi oldimizda Xudoyim buyursa 25-martdan 27-martgacha Italiyada festival mukofotiga tanlanib, men u yerda jasorat obraz vakiliga mukofotlandim. Ham bu alohida bir mukofot bo'lib, butun Uyg'urimga muborak bo'lsin deyman. Eng oxirida deydiganim, mushu vatanda ovozini chiqaramayotgan, qirg'ini bo'layotgan, zulm ichida ishg'oliyat, mustamlikada yashayotgan shu Uyg'ur xalqimga manfaatli bo'lsa, ham shularga muborak bo'lsin deyman. Ham Alloh rahmat. Chexiyaning insonparvarlik va kishilik huquq tashkiloti muhtoj kishilar tashkiloti tomonidan chorak asrdan ko'proq vaqtdan buyon o'tkazilayotgan bir dunyo xalqaro kishilik huquq kino marosimi 1999-yil qurilgandan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq to'g'risidagi filmlarni chexiyalik ko'rmanlar va butun mamlakatdagi 10 necha shaharda va Chexiyaning boshlang'ich va o'rta maktablarida qo'yib, chex xalqining kishilik huquq to'g'risidagi engini oshirish uchun xizmat qilib kelmoqda. Sharq Turkistonda qirg'inchilik jinoyati elib berib, xalqimizni qattiq bostirayotgan Xitoyning Istanbuldagi Saxtipaz konsulxonasi Ramazon oyida saxta tashviqot elib borgan. Aziz vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan, Ramazon oyida taxim ig'ir bostirish elib berayotgan, xalqimiz muqaddas oylardami ig'ir nazorat kuchirayotgan va tajovuzchi Xitoy barliq ibodatlarni taxim qattiq cheklagan bir vaqtda Xitoyning Istanbuldagi Saxtipaz bosh konsuli Istanbulda yashayotgan bir qism Uyg'urlarning oilasini ziyorat qilib, ko'z bo'yamchilik qilishga uringan. Xitoyning Istanbulda turishliq bosh konsulxonasining organ torbidagi xabarda bildirilishicha, 6-mart kuni Xitoyning Istanbul bosh konsuli Wei Xiaodong Xitoylarning Chag'an bayrami va musulmonlarning Ramazon oyi munosabati bilan Istanbulda yashayotgan bir qism atalmish oz sonliq millat muhojirlarining uyiga va shirkat korxonalarga berib, ularning Chag'an bayramini tabriklab, hol so'rganligi bildirilgan. Mazkur xabarda Wei Xiaodong bu atalmish jungoliklarning turmushi va xizmat ahvolini egillaganligi, ularni atalmish vatanni so'yish, yurtini so'yish an'anasini joriy qildirishga, Xitoy hikoyasini yaxshi so'zlashga rag'batlantirganligi yozilgan bo'lib, Xitoyning Istanbulda turishliq bosh konsulxonasi yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun jiddiy harakat elib berib, maxsus Uyg'urlarni nishon qilgan yig'in o'rinlashtirish, yoshlar saloni o'tkazish, Uyg'urlarni vatanga qaytib tuqqan yo'qlashga tashkillash qatorliq razil planlarini yo'lga qo'yib kelmoqda. Amaliyotda dunyoning va turk dunyosining ko'zini bu yoshga o'rnatgan Xitoy, qarindoshlarimiz bo'lgan turk dunyosi va dindoshlarimiz bo'lgan islom dunyosining sukutidan foydalanib, Ramazon oyi yetib kelishi bilan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, diniy bostirishlarni to'xtamasdan davom qildirayotgan bo'lib, Xitoy bosh konsulininki bu qatimliq ziyorati ko'z bo'yamchilik va saxtipazlikdan boshqa narsa emas. Alberta Uyg'ur jamiyati Kanadaning Edmonton shahrida 8-mart kuni Edmonton shahridagi jamoatga iftor faoliyati o'rinlashtirgan. Bu qatim iftor faoliyatiga Edmonton va atrofidagi Uyg'ur jamoatidan 100 ga yaqin kishi qatnashgandan boshqa yana Edmonton shahrining shahar boshlig'i Andrew Kinachik va shaharlik hukumatdan har qaysi tashkilotlardan 20 ga yaqin mehmonlar qatnashgan. Edmonton shahrining yangidan saylangan shahar boshlig'i bu iftor faoliyatida so'z qilib, Uyg'ur xalqining yetib kelish oldidagi ro'za hayitini tabriklagan. U so'zda yana Uyg'ur xonim-qizlarining 8-mart xalqaro xonim-qizlar kunini tabriklab, ayollarning dunyodagi va jamiyatdagi muhim rolini va Uyg'ur ayollarining qahramonlik hikoyalarini mangu davom qilishga va Uyg'ur xalqiga duch kelayotgan qirg'inchiliklarni unutib qolmaslikka da'vat qilib, dastlabda 10 odamdan boshlangan Alberta Uyg'ur jamiyatining bugungi kunda mush zalni liq to'shqizgan bir jamoatga aylanganligini va bu zaldagilarning ichida ayollarning ko'p sonni egallagan bir jamiyatga aylanganligini va bu iftorga riyosatchilik qilayotgan yoshlarni ko'rib, intayin xushal bo'lganligini ifodalagan.
Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.